Xitoyda hamma narsasi ham sifatli bo'lavermaydi akalar. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Sepli gusunitsali motoblok olaman deb yurgan akalarimiz bu videoni ko'rmasangizlar bo'lmaydi. Endilikda e'tibor berishingiz mumkin. Ko'pchilik dehqon akalarimiz mana shu gusunitsali motobloklarni olaman deb anchagina mehnat qilib pul to'plab yurishadi va oddiy motobloklardan narxlari qimmat bo'lgan gusunitsali motobloklarni olishda agregatlarini sifatini qanday qilib tekshirib olishni bilishmaydi. Shuning uchun hozir biz sizlarga agroservis do'konlaridagi 7 ot kuchli gusunitsali motobloklarimizni qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari va narxlarigacha tanishtirib o'tamiz va motobloklarni qanday qilib prostoy modeldaligi yoki original modelligini ajratib olish farqlarini ham tanishtirib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boring akalar. Oddiy motobloklardan qimmat narxlarga sotiladigan gusunitsali motobloklarni sifat tomonlama, quvvat tomonlama va agregatlari tomonlama qaysi joylariga qarab ajratib olish kerakligini hozir video davomida sizlarga ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bu gusunitsali motobloklarimizni aytib o'tganimdek, olishdan maqsad qator oralarini yumshatishda va pluglarda yer haydashlik uchun va baquvvatligi, moshniligi tomonlama boshqa oddiy balonli motoblokdan ishini unumligi ko'proq bo'lganligi uchun mana shu gusunitsali motobloklarni ko'pchilik dehqon akalarimiz tanlab sotib olishadi. Buni qulayliklari akalar 50, 60, 70, 90 agat oralariga bemalol tusha olishida seplarni razmerlari 16 santimetrlik qilib ishlangan bu gusunitsali motobloklarimizni hozirgi kunda bizning do'konlarimizdan kelib aytib o'tganimdek agregatlarini o'zimizda ishlab chiqarilgan variantlardan xarid qilib olishlaringiz mumkin. E'tibor bering, Xitoyda ishlab chiqarilgan bu chizelimizni atroflari chugunni qilib ishlangan va listlari ham oddiy yupqa listlardan ishlangan bo'ladi. Bu Xitoy davlatining o'zini yeriga mo'ljallangan. Endi bizning yerlarda ko'pchilik dehqon akalarimiz biladi, qattiqroq, toshliroq va shag'alli joylarda ham ekin foydalaniladi. Shuning uchun baquvvatroq va moshni qilib e'tibor beringlar, chizellarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Xohlaganlar uchun bitta agat orasiga yurib ishlashlik uchun, xohlaganlar uchun ikkita agat orasiga tushib ishlash uchun chizellarimiz tayyor bo'lgan akalar. Xo'p, gusunitsali motobloklarimizni birinchi navbatda qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni tanishtirib o'tib ketamiz. Bu gusunitsali motobloklarimiz aytib o'tganimdek Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Bu gusunitsali motobloklarimizni yoqilg'i turi benzinli va salarishli variantlaridan mavjud. Bu gusunitsali motobloklarimizni ishlash prinsipiga keladigan bo'lsak, yoqilg'i turi benzinli bo'ladi. Motorlari 170 motor, 7 ot kuchli motorlardan qo'yib ishlangan. Xo'p, bu motoblogimizda yurgizish joylari zavodnoy orqali yuradi. Soatiga 0,5 litr benzin rasxod qiladi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin, harakati cheres remen orqali bo'ladi. Shkiflarigacha splenli shkiflardan qo'yilgan bo'ladi. Bular avtomat korobka hisoblanadi akalar. Motoblogimiz yurgandan keyin avtomatik harakat bo'lib turadi bu yerda. Shuning uchun splenli shkiflardan qo'yilgan. Ikkitadan remellar bilan jihozlangan, pastki tomonda reduktor qo'yilgan. Reduktorlarni ham usulini qilib olib kelganmiz akalar. Ko'pchilik akalarimiz biladi, bu reduktorlari anchagacha xizmat qilishligi uchun original bo'lishligi kerak bo'ladi. Undan tashqari seplarni ham pechatli, original seplardan olib kelganmiz. Boshqa joylardan xarid qilib olishlaringizda ham mana shu videoni ko'rib, seplarni solishtirib olishlaringizni tavsiya beramiz. Mana shu turdagi R va L pechatli seplardan olishlaringizni tavsiya beramiz. Va reduktorlari 350 talik katta reduktordan olishlaringizni tavsiya beramiz. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, biz gusunitsali motobloklarda ishlatib ko'rsatib berish davomida eng prostoy modelini ham, eng original modelini ham ishlatib ko'rsatib berganmiz. Eng sifatli bo'lgan original modeli 350 talik korobkaligi chiqqan. Bular e'tibor bering, mana shu boltni yechib, qora boltni yechib, ichida o'z zavodskiy solidorlari bo'ladi. Bularga solidor solib ishlatilishi kerak bo'ladi.
Bu gusunitsali motobloklarimizni hozirgi paytda e'tibor beringlar. Aytib o'tganimdek 16 sm seplar bilan jihozlangan varianti 50, 60, 70, 80, 90 razmerlargacha tusha oladi. Bu gusunitsali motobloklarimizni ham rollarini uzun variantdan olib kelganmiz. Orqasiga mana shu turdagi agregatlarni qo'yganingizda ham sizga xalaqit bermasdan boshqarishingiz uchun juda ham qulay hisoblanadi. E'tibor bering, rollarini ham buriladigan, o'ngga, chapga burilish uchun qulay qilib olib kelganmiz. Undan tashqari rollarini pastga, tepaga qilib o'zingizga moslab ishlatishlaringiz mumkin. Bular aytib o'tganimdek, avtomat korobka hisoblanadi. Oldiga 2 ta, orqaga bittadan skoroslari bor. Skorosga urganingizdan keyin e'tibor berishingiz mumkin. Gazni qo'shadigan bo'lsangiz, o'zi avtomatik harakatga keladi. Agarda gazni qaytaradigan bo'lsangiz, joyida to'xtab turaveradi akalar. Xo'p, bu gusunitsali motoblogimizda e'tibor beringlar, o'chirib yoqish funksiyalari bu yerdan kulchatirdan bo'ladi va aytib o'tganimdek yurgizish joylari zavodnoy orqali bo'ladi. Bu gusunitsali motobloklarimiz uchun mana shu turdagi orqasiga agregatlarni qo'yib 50, 60, 70 agat oralariga bemalol kultivatsiya qilishda ishlatishlaringiz mumkin va undan tashqari orqasida turgan agregatlarni xohlasangiz qo'yib, xohlasangiz olib qo'yib ham foydalanishlaringiz mumkin. Mana shu turdagi universalni chizellar, agat oladiganlarni qo'yish uchun agregatlarimiz tayyorlab qo'yganmiz. Xohlaganlar mana shu chizellarning o'rniga kattaroq lapkalardan qo'yib, agatlarni olish uchun ham ishlatishlaringiz mumkin. Va undan tashqari bu gusunitsali motobloklar uchun bitta agat orasiga tusha oladigan 50, 60, 70 agat oralariga ligirovka bo'ladigan chizellarimizni ham tayyorlab qo'yganmiz. Bu yerdan bo'tlari bo'shaydi va razmerlari kengayib, torayib, bemalol bitta agat orasiga tushib ishlashlik uchun mo'ljallangan. O'zlaringiz bitta-bitta baho berib qo'yasizlar akalar. Profildan emas, anchagina qalin frutlardan foydalanilgan poyezdlar relisi bo'ladi akalar. Undan tashqari atrofi karkas qilib, profildan to'qib chiqilgan svarkalargacha kontajniy svarkalarda qilib ishlangan bo'ladi. Lemixlarini akalar ingichkaroq, qalinroq qilib moslab beraveramiz. Kim qanday xohladigan bo'lsa, o'sha lemixlardan qo'yib beramiz. Lapkalar deysizmi, agat oladiganlar deysizmi. Oddiy mana shunday tunukadan ko'ra akalar, mana shunday agregatlardan olib foydalaninglar. Xudo xolasa duo qilib ishlatasizlar akalar. Xo'p, bu dehqonchilik uchun ishlatiladigan bu gusunitsali motobloklarimizda faqatgina chizel, agat olish uchun emas, o'zini komplektlarida e'tibor beringlar, dorilarni solish uchun, ekinlarni ekish uchun 50, 60, 70 ga o'zgara oladigan selka apparatlarimizgacha qo'shib beriladi va undan tashqari o'zini bir korpusli agat oladiganlargacha qo'shib beriladi. O'zini komplektlarda universal pluglari ham bor akalar. Bu universal plugni ko'pchilik akalarimiz biladi. Xohlagan razmerga o'zgartirib ishlatishlik uchun mana shu turdagi gusunitsali motobloklarimizni komplekt holatida olishlaringiz mumkin. Xohlaganlarga komplekt holatida, xohlaganlarga gusunitsali motobloklarimizni ham o'zini addenni xarid qilib olishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda bu gusunitsali motobloklarimizni narxiga qiziqqan akalarimiz uchun gusunitsali motobloklarimizni eng arzon modellarini $450 dan boshlab $850 har xil turdagi assortimentlari bor. Komplektli agregatlarni qaysi birini qo'shib olishingizga qarab va gusunitsali motoblogimizni salarkali benzinligini tanlashingizga qarab narxlarni kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. E'tibor bering, bu gusunitsali motobloklarimizni aytib o'tganimdek, mana shu turdagi chizellar va boshqa turdagi agregatlarda qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Dehqonchilik bilan shug'ullanadigan akalarimiz oddiy motoblok olishda shoshilmaymiz. Gusunitsali motoblok olayotgan paytingiz mana shu video murojaatni ko'rib tanlab olishlaringizni tavsiya beramiz akalar. Kimga qaysi bir gusunitsali apparatlar va boshqa turdagi motobloklarni eng arzon joydan optim baza narxida olmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun ekranga nomer qoldirib qo'ydik. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i Agro Servis do'koni. Bizning do'konlarimizda agregatlarni o'zini ham addenni xarid qilib olishlaringiz ham mumkin. Chizellar deysizmi? Chizellarda bitta agat orasiga tushadigan, ikkita agat orasiga, 3 ta agat orasiga tushadigan har xil variantlardan bor. Kelib bularni addenni motobloklarimiz uchun sotib olishlaringiz mumkin. Ekranga nomer qoldirib qo'ydik. Batafsilroq, to'liqroq ma'lumotlarni ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib
bemalol tanishib borishlaringiz mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.